Okalar, xatdan topaman bunaqa arzon uchastkalarni. 2 sotiq birinchiligidan chiroyli uchastkamiz chiqib qoldi. Qarang. Uglovoga joylashgan, ichkari tarafga 13,5 bo'ladi birinchilikni. Aniqlakatsam tushuntiradigan bo'lsam, Nazarbayga tushgan yangi mostdan 1,5 kilometr kirib qo'yasiz. Agar biznes qilib foydalanaman desangiz, bu yerda mana parkovkaga zonasida yetarli holatda bo'ladi. Xonadon shu holatda bo'ladi. Fasadi 15 metr, ichkarini ham chiroyli qilib obzorni ko'rsatib beraman. Qarang. Bismillah deb xonadon kirib borar ekanmiz. Yo'lak qismi bitta mashina qo'yishga joy ko'ryapsiz. Bu yerda bitta tapchanli zona qilib qo'yilgan bo'ladi. Endi xonadon kirib bu yerda bitta oshxonamiz bor. Sizga o'tib ketadi. Mana shu asfaltli bu yog'idan hovlimiz sizga o'tib ketadi. Hovlini bu yoq tarafdan ko'rinishiga e'tibor qaratasizlar. Bu yerda bitta xona, bu yerda yana bitta xona, ichkarida bitta xonasi bor. 3 ta xona tayyor, xonadon egalari yashab turibdi. Bolxonani ham bitta xona qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Podvallari ham bor. Endi shu xonadonimizning narxini, startoviy 2 sotiqli xonadonimizning narxini 75 ming dollar baholadik. Birinchi liniyada joylashgan. Agar siz bu xonadonni kelib bemalol yashayman desangiz imkoniyat bor. Nobodagi buni buzib biznes center qilaman desangiz ham birinchi liniyada joylashgan chiroyli holatda ko'rdingiz. Raqam qoldirib qo'yamiz, kelib ko'rib talash tortish barakasini qilsanglar bo'ladi. Okalar, bunaqa joylar har doim ham chiqavermaydi. Ulgurib qolish kerak. Sog' bo'lasizlar.